Aka-ukalar mana gijjaga xo'rozlarni, tovuqlarni, jo'jalar qurtiga beradigan dorimiz. Bu aslida itga beradigan. Xo'rozga samarali vosita mana shu. Narigi videomizda teskari bo'lib qo'ygan ekan, o'ngga qilib bitta hozir kanalga tashlab qo'yaman. Nomi ham. Aka-ukalar buni aslida tushuntirib o'tay, och qoringa beramiz bu dorini. 4 kiloli, 4 kilo 200 larga yarimtadan, 4,5 ni tepasi 4 kilo 800, 5 kilo, 5 kilo oshiqlarga bittadan aka-ukalar. Hali beshovli, to'rtli jo'jalarga ham yarimtadan och qoringa berib turib, kechqurun berilsalar ham asli uni och qoringa berib turib, orqasidan yarim soat, 40 minutdan keyin dondunini yegizdirib qo'yib, katta-katta qamab qo'yaverasizlar. Bu o'ldirib tushiradi. Endi agar sizlar aynan qurtni tushgan ko'rmoqchi bo'lsalaring, hali qo'noqdan tushgandanmi, misol o'sha xira-shirada paytimizda tong otayotgan paytda hali tushmasdan biz katta-katta kirib o'sha tayda go'ngiga qarasalar ichida bo'lsa tushadi. Bu endi ko'payib ketsa tushadi, lekin har bitta xo'rozda bor. Ko'payib ketsa tushadi. Ko'payib ketgani aka-ukalar nima deydi? Ko'payib ketgani o'sha semirtirmay ovqat yetkazgan ishtahasini buzib qo'yadi. Endi lekin har bitta xo'rozda bo'ladi bu narsa. Obязательно berib qo'yish kerak. Bu ziyoni yo'q, o'sha bir marta xolos. Keyin 4 oy 5 oydan keyin yana bir marta berib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Lekin buni pulini ham aytishdi, u veterinarda sotadi. Veterinarda sotadi 20 ming so'm kasitasi, donasi 2 ming so'm. Xo'rozingiz bitta, ikkita bo'lsa, donaga olib kelsangiz ham bo'laveradi. Mana aka-ukalar. Asroni qo'qon xo'rozlari uchun bu gruppamizga tushyapti bu video.